Bu tortni yeb ko'rgandan keyin 33 yil o'tgan umrimga achinib ketdim. Nimaga desangiz, shuncha yildan beri bu tortni haligacha qilib ko'rmaganimga juda ham afsusdaman. Oldindan ogohlantirib qo'ying. Bu bilinchikli tortni bitta yesangiz, keyin o'zingizni to'xtata olmaysiz. Bilinchik retseptini olmadim, chunki hamma biladi. Agar bilmasangiz, profilimdan topsangiz bo'ladi. Bilinchik atrofini o'rash uchun 3 yoki 4 ta bilinchikni olib qo'yamiz. Qolganlarini qolipimiz razmeriga moslab kesib chiqamiz. Endi krem tayyorlashga o'tsak, 200 gram maskarpone yoki tvorожный сыр, 200 gram qaymoq yoki smetana va 1 piyola сгущенное молоко. Smetana va qaymoqqa farqini sizlarga tushuntiraman. Smetanada kremimiz suyuqroq, qaymoqda bo'lsa quyuq va qattiqroq bo'ladi. Tortimizni sborka jarayonini videoda ko'rsatib ketdim. Bilinchik, krem va malina. Malinani o'rniga boshqa mevalardan foydalansangiz ham bo'ladi. Bilinchiklarimizni shunaqa qilib terib olganimizdan keyin yollarini qayirib, kesilgan bilinchikdan ortgani bilan ustini ukrasheniya qilib, malinalarni ustiga chiroyli qilib yasatib, kechasi bilan xolodilnikka jo'natamiz. Men 5 kun oldin pishirib qo'ygan bilinchigimdan bu tortni qildim. Agar siz svejiy bilinchik pishirib keyin tortni qilsangiz, juda ham zo'r chiqadi. Instagram sahifamizga ham obuna bo'lib qo'ying.